Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 28-yanvar. Toshkent vaqti bilan 12:00. Toshkent Sergeli yangi hayotda yangi obyektimizni bitirdik. Ko'rishingiz mumkin. Qor yog'ayotganligi sababli ichkaridan olyapman mana. Ko'rib baho berib qo'yasizlar ishimizga. Mana 15 metrga eni 8 metrlik patolog navesi. Chiroqlarga alohida joy qilib qo'yganmiz. Qor zo'r yog'yapti lekin. Nomerlar qoldiramiz Alkomon montaj xizmatlari bo'yicha. Liniyalarga e'tibor berib qo'yamiz. Liniya tekis qilingan, ideal chiqqan. Oq glansiy bilan qora glansiy qilingan. Mana chetlariga chiroqga alohida kvadratli qilib patnis qo'yganmiz. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa nomerlar qoldiramiz.